Do'stlar, mush vaqtgacha sizlarga nurg'ulg'an pishiriqlarni o'rgatdik. Endi oilalar g'arib tomoq tayyorlashni o'rgatib qo'yaylikmi? Boshqalar bormay, oilangizni o'xshagan pisa qilishni o'rgatib qo'yaylik. Voy. Tayyor qilib olgan to'g'ri go'shtimizni o'zimiz yaxshi ko'rgan usulda ushag'roq to'g'rab olsak bo'ldi. Go'ngonni chiroyli qilib to'g'rab olsak bo'ldi. Ko'klarni o'xshashlar kichikroq qilib chiroyli to'g'rab olsak bo'ldi. Pizimizni usha qilib to'g'rab olamiz. Pomidorni usha qilib to'g'rab olamiz. Samsaqdan 2 tal samsaq silib olsak bo'ldi. 1 qo'shiq tuz, 1 qo'shiq qarmosh, pomidor qiyamidan 1 qo'shiq, lazdan 1 qo'shiq, ranglazimizdan yarım qo'shiq, meyimizdan cho'ng qo'shiqni 1 qo'shiq qo'ysak bo'ldi. Tayyorlab olgan qiymimizni tek holatda aralashtirib olamiz. Saylarning ezilib ketmasligiga diqqat qilishimiz kerak. Buningga men xumarning tayyorligini ishlatdim. Pomidor qiyamidan tek holatda azroq surkib olsak bo'ladi. Qiymimizni temirimizning ustiga tek holatda yeyib olamiz. Cho'qim qiridan chiqib ketmaslik kerak. Biz oldin tayyor qilib olgan tayyor pishliqimizni yuziga tek holatda yeyib olamiz. Pisaning yuzi chiroyli chiqishi uchun kichik pomidorni chiroyli holatda kesib ustiga qo'yib olsak bo'ladi. O'shaning gradusini 250 ta 260 qilib tanishsak bo'ladi. Kelsen kelgin bağımdan gülümen gülümen güleymen gül aşığı bu